qo'lingdan kelsa xotiningga sen ustoz bo'lgin. Ustoz, shunaqa ustoz bo'lginki, seni har bitta so'zingni qadrlab, xotining rioya qilsin. Va o'shani orqasidan baraka topsin xotining. Seni maslahating, seni uzoqni ko'ra bilishing, 5 yil, 10 yil oldin ko'ra bilishing, shundan kelib chiqib xulosa qilib fikringni aytishing va ertaga o'sha fikring haq bo'lib chiqsin-da, sen isbotlama. O'sha fikring haq bo'lib chiqsin-da, ertaga xotining aytsin. Erim o'sha vaqtlarda gapirgandi. Haqiqatan gap haq bo'lib chiqdi. To'g'ri aytgan ekan. Bu odamni men aytganini qilsam, nafaqat men, butun oilam baraka topar ekan degan tushunchaga boradigan darajada qo'lingdan kelsa avtoritet bo'l.